Ayzurdolar, sizlar uchun uyni asalini topib qo'yganman. Hozir obzor qilib tanishtirib chiqaman. Bitta like bosib qo'ysanglar, sizlarga yoqadi degan umiddaman. Xo'p, bu asosiy kirish qismimiz bo'ladi. Uyimiz 3-qavatda joylashgan. Kirganimizda ko'rsanglar bo'ladi, oynali komodlarimiz qilingan. Bemalol o'zimizga qarab ishga ketsak bo'ladi. Bu yoqda bo'lsa, shkoflarimiz bor, kiyimlarimizni joylashtirsak bo'ladi. Yo'ligimizni ko'rsanglar bo'ladi. Juda ham keng, kattagina. Uyimiz skvoznoy, juda ham havo aylanishi zo'r. Bu xonamizda studiyniy formatda qilingan, oshxonamiz bilan mehmonxonamiz bitta qilingan. Xohlasanglar mana mashitdan to'g'ri перегородка qilib, oynalarimizni qo'yib, vidvijniy oynalar qo'yib, alohida qilib olsak bo'ladi. Bu yoqda oshxona qismimiz, hamma texnikalari Hoffman komplekt joylashtirilgan. Bu yoqda mana muzlatgichlarimiz qo'yilgan, ko'rsanglar bo'ladi, obmanka qilib. Bu yoqda oshxona mebellarimiz joylashtirilgan va balkon qismimiz ham bor. Ko'rsanglar bo'ladi, uyimiz juda ham zo'r lokatsiyada joylashgan. Askiya bozorning shunaqana yonginasida, ya'ni oldida infrastruktura juda ham zo'r. Bog'chalarimiz, bozorlarimiz, hamma narsamiz bor. Bu yoqda mana ko'rib turibsizlar, 4 kishilik nonushta uchun stol stullarimiz qilingan. Xo'p, keyingi yotoqxonamizni tanishtirib chiqaman. Keyingi yotoqxonamizni ko'rsanglar bo'ladi, 2 kishilik bemalol mehmonlarimizdan joylashtirsak bo'ladi. 2 kishilik yotoqxonamiz, bu yoqda o'zining komod qismlari bor, konditsioner, tashqariga qaragan oynalari, bu yoqda bo'lsa svetilniklari va bu yoqda o'zining shkoflari mavjud. Yaxshi shkoflarni joylashtirishgan ayzurtolar. Keyingi xonamizda bo'lsa yosh bolalar yotoqxonasi. Bu yosh bolalar yotoqxonasi juda ham katta, keng. Kattalar yotoqxonasiga ham o'xshab ketadi, juda ham kattagina qilingan. Ko'rsanglar bo'ladi, 2 kishilik katta karavatlar qo'yilgan, tashqariga qaragan oynalari, kartina, bira, bu yoqda bo'lsa dars qilish uchun stol stullari va bu yoqda shkoflarni ham chiroyli qilib joylashtirib qo'yishgan ayzurtolar. Uyimiz juda ham chiroyli ta'mirdan chiqqan, ko'rsanglar bo'ladi. Bu umumiy sanuzulimiz, o'zini vanna qismlari bilan hamma sharoitlari qilingan va master yotoqxonamizni ham alohida sanuzuli bor, yuvinish xonasi, cho'milish sharoitlarigacha qilib qo'yilgan. Bu yoqda mana kirsanglar, bu kattalar yotoqxonasi bo'ladi, 2 kishilik katta kravatlari, bu yoqda komodlari, o'zini ko'rsanglar bo'ladi, oynali zonalari va Samsung televizorlari qo'yilgan. Bu yoqda tashqariga qaragan 2 ta oynamiz bor va konditsioner, shkoflari bilan hamma narsalarni sharoitlarni qilib qo'yishgan. Ayzurtolar, uyimizni eslatib o'taman, 130 kvadrat metrdan tashkil topgan uyimiz bo'ladi. Narxi 248 ming AQSh dollarida kelib ko'rsanglar, chiroyli narxda baraka qilib beraveramiz.